Hozirda 25 yoshdaman. Qibrayda turaman. Ko'chada yurib, akalar bilan tanishib, nasha chekishni boshlaganmiz birinchi. 15 yoshimda. Shu bayram, choyxona, poyxona bo'lib qolsa, nasha chektirishardi. Akalar kelib mehmon qilishardi. Telegramda gruppalar bor-da, shunaqa narkomanlarning gruppalari bor. 3000 ta, 4000 ta odam o'tiradi, bir-biri bilan gaplashib o'tiradi. Men bugun mana bunaqa narsa oldim, mana bunaqa. Shu bilan 2019-yil institutga kirdim. Institutni bitirayotdim, bitta qiz bilan tanishib qoldim. U bilan nasha chekib yurdik. Keyin bir kuni borsam, yangi narsa bor, sintetik, mana shunaqa kukun sifat, mana shu xillaymiz, yangi narsa chiqibdi deb qoldi. Shuni xillab, o'shandan keyin boshlanib ketdi. Uydan chiqib ketib, mana shu qizlar bilan yashashga o'tib qoldim. Har xil qizlar uyda uyg'onishni boshladim, o'zim bilmayman. Oxiri shu 4 oy, 5 oy bu har kuni qilasiz-da, uni marafon deb ataladi. Har kuni kun uxlamaysiz, uxlatmaydi ham, ovqat ham yedirmaydi. Faqat suv ichib yurasiz bo'ldi. Onam yig'ladilar, shu kutishdilar, adam yomon anaqaga tushib qoldilar. Shundan keyin men mashina olib berishdi, mashinalarni sotib oldim. Gentrada yurardim, mashinalarni sotib olib, telefonlar 11 dan 12 ta telefonni sotib olib, oxiri shu 3 ta yo'l qamoq yoki o'limda. Meni yoshim 25 da, Sirdaryodanman. Men bu narsada sintetik moddaga o'rganib qolganman, ya'ni mefedron, skoros kabi shunaqa sintetik moddalar iste'mol qilganman. Endi oilaviy mojarolar, har xil janjallar, ko'chadagi bunaqalar meni asabim buzilardi, stressda yurardim, doimiy asabiy holatda. Shunda meni og'aynim qiziqtirgan. Mana shu narsani qilsang, yaxshi bo'ladi hammasi. Unutasan hamma narsani, yengil tortasan deb aytgan. O'sha og'aynimning gapiga kirib qiziqib qilganman. Men o'ylaganman, narkotik modda, lekin men bu narsani bemalol tashab qutulaman, bu yo'lni tashab keta olaman, xohlagan vaqtim deb o'ylaganman, chunki menda xumor sezilmagan. Lekin bu narsada bir hafta, 10 kun, uzoq 2 haftagacha yurardim. Qo'limga pul tushsa, o'sha mana shu narsani olishga harakat qilaverardim. Bu narsada yolg'on ko'p ishlatiladi. Men o'zim yaqinlarimni aldadim. Ko'p marotaba uydagilar savolga tutishar, nega ko'zing qizarib yotibdi, nega ko'zing qizar ekan. Ular savolga javob bermasdan ko'chaga yurardim o'zimni. Chekidan qaraganda narkoman, bu narkoman deb ajratishlari, u narsalarni xohlamayman. Birinchi navbatda ishonch bo'lsa, o'sha ishonchni suiiste'mol qilmagan holda ishonchni oqlashga harakat qilaman.